Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlarni ko'rganimizdan men Rustam Sadullayev va Fotih Yakubov. Assalomu alaykum. Juda ham xursandmiz. Bugun sizlar bilan gaplashadigan temamiz, ya'ni mavzuimiz ayni Amazon akkauntini Account Health degan razdeleniyasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni Account Health ga bog'liq bo'lgan informatsiya va qanaqa ko'rsatkichlarga ahamiyat berishimiz kerakligini gaplashib o'tamiz. Fotih, o'zing tarafdan bugun mana o'zing ozgina tushuncha bersang. Bu Account Health nima, qanaqa ishlaydi? Xo'p, yo'q demasanglar, ruschada tushuntirib ketaman. Men sizlarga hammasini o'zbek tilida tushuntirib o'taman. Xo'p, mana biz Account Health разделimizga o'tdik. Здесь у нас три основных раздела. Это Customer Service Performance, что отвечает за именно наш сервис перед покупателем. Ya'ni bu Customer Service Performance deganda bizni qanchalik yaxshi mijozlarga xizmat ko'rsatishimiz haqidagi bo'lgan informatsiya va ko'rsatkich. Ya'ni qanchalik yomon yoki yaxshi. Второй раздел это Policy Compliance, то есть насколько наш продукт и наш листинг отвечает требованиям и политике Amazon. Policy Compliance deganda qisqa qilib aytganda bu Amazonning ichki qonunlariga qanchalik biz rioya qilib o'zimizning listinglarimizni yaratyapmiz va qanchalik ishimizni olib boryapmiz Amazon bilan birgalikda degani va o'shanga nisbatan bo'lgan ko'rsatkichlar. И вот tретий раздел это Shipping Performance, то есть который отвечает за то, насколько хорошо мы справляемся с доставкой наших продуктов. Bu yerda yana bir marta o'sha dostavka haqida gapirayotgan bo'lsak, ya'ni yetkazib berish usulimiz haqida gapiradigan bo'lsak, kichkinagina men qo'shimcha qo'shib o'tib ketaman. Yo'q demasang Fotih. O'tgan darsimizda gaplashdikmi yo'qmi to'g'ri eslolmayman, lekin hozir paytda yana bitta kichkina ma'lumot sizlarga aytib o'tib ketaman. Amazon katta korporatsiya bo'lgani uchun Amazon qolgan logistik kompaniyalar bilan o'zini produktini, o'zini mahalliy produktini hamma produktlar bilan integratsiya qilgan. Ya'ni yetkazib berish usulini ular tracking number orqali hammasini kontrolda ushlab turadi. Bu nimaga yordam beradi? Ular o'zi tarafdan o'sha mijozga aytilgan, mijozga ko'rsatilgan data yoki kunni aniqlangan kunda, vaqtida mahsulot yetkazib berilganligiga amin bo'lish uchun kontrolda ushlab turadi va sotuvchilarga, ya'ni bizga nisbatan bo'lsa, bu qanchalik tez, yaxshi yetkazib berayotganimizni yoki qanchalik bizni aldab ertaga deb turib bir oydan keyin yetkazib berayotganimizni ko'rsatib beradi va o'shani iminni ko'rsatkichlari shu yerda bo'ladi. Так, теперь давайте более подробно поговорим про наш первый раздел. Mijozlarga servis. Да, mijozlarga servis ko'rsatadigan statistikamiz. Основной раздел, он называется Order Defect Rate. Но это, скажем так, общий раздел, который в себя включает три момента. Это Negative Feedback, что означает, когда мы в качестве продавца получаем негативный отзыв именно вот на продукт, на все остальное, как все, что входит в негативный отзыв. O'sha mijozlarga yetkazib beradigan yoki mijozlarga servis ko'rsatadigan ko'rsatkichimizni tagida ko'rayotganinglardek order defect rate degan ko'rsatkich bor. Bu ko'rsatkich o'zini ichiga 3 ta har xil ko'rsatkichi birlashib olgan. O'tda birinchisi negative feedback deb nomlangan ko'rayotganinglardek, bu o'zini yo'lida nimani ko'rsatadi? Bu agar qanaqadir mijoz yoki qanaqadir klientinglar sizlarning orqangizdan yoki sizlarni yuborgan mahsulotingizdan norozi bo'lib, sizlarning orqangizdan жалоба qilsa, shu yerda именно mana shu ko'rsatkichda protsentный соотношениеda chiqib keladi bu narsa. Второй раздел, который называется A to Z Guarantee Claim, чаще всего это жалобы, которые относятся к случаям, когда клиент вообще не получил товар. То есть он заплатил, мы сказали, продавец сказал, что он отправил этот товар, а товар где-то потерялся. Amazonning juda ham katta bo'lgan qanaqadir преимуществоларdan biri deb aytsak bo'ladi. Ya'ni ajralib turadigan narsalardan biri bu Amazon o'sha o'zini mijozlariga juda ham qattiq qo'l, qaysi ma'noda, чтобы sizlarning mahsulotinglar sotuvchilarini mahsuloti mijozlariga vaqtida, yaxshi ko'rinishda hammasi yetib borib va muvaffaqiyatli bitirilgani haqida zakazni juda ham o'lib turiladi ustida.
Endi Amazonda shu mana shu ikkinchi A to Z guarantee claims degan ko'rsatkichi nimani bizga ko'rsatib beradi? Bu qachonki sizlar mahsulotni umuman yubormasanglar yoki qanaqadir postavщикlar misol uchun yaxshi postavщик bo'lib chiqmadi, sizlarni aldab yubordi, yubordi deb aytib, sizlarga qanaqadir tracking informatsiya ham bergan, lekin ish balo yuborilmagan bo'lsa, shunaqa payt sizlarga именно mana shu ko'rsatkichga yomon tarafiga protsent chiqib keladi. И третий момент, третий раздел в нашем общем разделе – это chargeback claims. Это такое происходит редко достаточно, но это те случаи, когда, допустим, у клиента, грубо говоря, украли кредитную карточку или там оплатили его картой, и он не давал согласия на это. Это вот такие вот редкие случаи, когда там, мы должны вернуть ему деньги, и как бы он не давал согласия на покупку товара. Haqiqatdan ham Amerikada shu narsa juda ham rivojlangan. Ularning kreditning kartochkasi yoki qanaqadir oddiy kartochkasini o'g'irlab ketib, birovning pulini yechib olib, shunaqa narsalar rivojlanganning hisobiga, undan tashqari yoki qanaqadir aytaylik ular pul masalasida banklar aro bir-biriga nisbatan qanaqadir integratsiya qilganda, noto'g'ri to'lovlar bo'lganda yoki aytaylik moshennichество bo'lganda qanaqadir shunaqa paytda odamlar bir-biriga nisbatan juda ham поддержка qiladi, ya'ni bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Qaysi ma'noda? Misol uchun biz sotuvchi bo'lib, aytaylik, mijozimizning kartochkasini o'g'irlab qo'ygan. O'sha kartochka o'g'irlatib qo'ygan. Mijozimizni kartochkasini o'g'irlatib qo'ygandan keyin kimdir uni o'rniga har xil narsalar zakaz qilib tashagan. Shunaqa paytda agar sizlarga o'sha mijoz alohida chiqib, yozib, kontaktga chiqib, har xil o'zini o'sha o'g'irlatib qo'yganligi haqida tasdiqlaydigan informatsiyasi bilan berib, hammasini ko'rsatib bersa, biza sotuvchi bo'lib, o'zimiz tarafimizdan pulini qaytarib berishga majburmiz. Bunaqa narsa juda ham kam bo'ladi va agar to'g'risini aytadigan bo'lsak, bizani o'zimizning tajribamizda hali bo'lmagan bu narsa umuman. Shunga bundan xavotir olmasanglar ham bo'ladi, lekin bu narsani bilib qo'yganinglar ma'qul. Endi keyingi sectionga o'tadigan bo'lsak, keyingi sectionimizda это вот policy compliance. Как мы уже сказали, это раздел, который относится в целом к вашим товарам, к вашему листингу. Допустим, вот если мы начинаем сначала... И к вашему аккаунту в целом. Да. Вот первые два, они относятся именно к интеллектуальной собственности. Если помните, раньше мы на предыдущих уроках мы говорили о том, что очень важно обращать внимание, какие бренды мы продаем. То есть, если мы продаем бренд, на который у нас нет разрешения, а у другого продавца есть, на нас могут подать жалобу, что мы, вот, пользуясь интеллектуальной собственностью другого бренда, продаем, вот, используем это нелегально. O'sha boya aytib o'tganimizda Amazonning o'zini ichki qonunlariga rioya qilishimiz kerak deganimizda, bulardan biri misol uchun hozir tushuntiradigan bo'lsak, bu o'sha o'tgan darslarimizda gapirganimizda bizga ruxsat berilmagan yoki ruxsatga ega bo'lmagan brendlarimizni sotish huquqiga ega emasmiz. Bu o'zining tarafidan agar sizlarga o'sha brend egasi yoki qanaqadir brend nom egasi жалоба yozadigan bo'lsa yoki sizlarni sotayotganinglarni ko'rsatib, o'zi men sizlarga bundoq qilib tushuntirib beraman. Amazonda ichki sun'iy intellekti bor. Amazonning sun'iy intellekti kartochkalaringlarni, ya'ni listinglaringlarni o'zi skanerovat qiladi. Skanerovat qilib, agar sizlar juda ham bir o'xshash produkt yoki qanaqadir brend yoki qanaqadir nima deydi, известный qanaqadir mahsulot sotayotgan bo'lsanglar, u o'sha mahsulot egasiga xabar beradi. Va xabar berganida u mahsulotning egasidan so'raydi. Ya'ni bu sani tovaringmi, sani odamingmi, sani distribyutoringmi degan savol berishi mumkin. Shunaqa paytda agar ular yo'q yoki ular o'zi tarafdan sizlarni topib, keyin bu meni mahsulotimni beruxsat sotyapti deganda, intellektualniy собственность degan narsa bor. Shu joyiga ular жалоба beradi va жалоба bergandan keyin bu sizlarni akkauntinglarga juda ham katta ta'sir qiladi.
keyingi narsa haqida gaplashadigan bo'lsak, Keyingi narsa bu yerda mana yozilgan Product Authenticity Customer Complaints. Это те случаи, когда покупатель может пожаловаться на аутентичность продукта. То есть, когда мы говорим условно, например, наш листинг говорит о том, что мы продаем кроссовки Nike, но в итоге покупатель получает кроссовки там не Nike, а какой-то там китайской подделки, грубо говоря. Nike, короче. Да, что-то подобное. Именно аутентичность продукта, то есть когда он получает подделку. Соответствие. Sizlar sotilayotgan narsalarni ko'rsatayotgan listingingizda va ko'rsatayotgan o'sha listing kartochkangizda aniq ko'rsatgan narsalarni mijozinglar qo'liga olish kerak. Ya'ni mana shu MacBook deyapsizlar, mana shu MacBookni olgandan keyin qo'lida xuddi shunaqa MacBook, xuddi shu razmer bilan, xuddi shu memorisi bilan, ichidagi informatsiya va parametrlari bilan birga u o'ziga qabul qilish kerak. Agar ichidagi qaysidir narsasi yoki qanaqadir razmeri yoki qanaqadir o'zi rangi boshqacha bo'lib qolsa, yoki misol uchun bu MacBook emas, bu qanaqadir Xitoydan kelgan umuman boshqa bir notebook bo'lib qolsa, u sizlarga jalba beradi va bu yoqda ham shu joyiga protsent tarafdan yoki qanaqadir point tushadi va sizlarning akkauntingizga bu yomon tarafga ta'sir qiladi. Следующий, четвертый раздел – это Product Condition Customer Complaints. Это жалобы по поводу состояния товара. То есть, если вы в своем листинге говорите о том, что вы продаете новый продукт, а он пришел, грубо говоря, использованным или же там сломанным, тогда потребитель имеет право подать жалобу, что продукт пришел в ненадлежащем состоянии. Да. Biz bu yerda gapiradigan bo'lsak, o'zimizning tajribamizdan kelib chiqadigan bo'lsak, bir paytlar biz velosiped sotganmiz. Velosiped sotgan paytimizda именно mana shunaqa masha jalaba bilan juda ham ko'p to'qnashganmiz. To'qnashgan paytimizda asli muammosi nimada bo'lgan? Bu velosipedimizga yetib borgandan keyin bu yo'lda ketayotganda juda ham ko'p urilgan yoki bir narsa bo'lgan yoki qanaqadir yo'lda misol uchun aytaylik qatidir tushib qolgan, nimadir qaysidir detali yetmagan va yoki kir bo'lgan juda ham. Shuni hisobiga bizga jalbalar tushgan va biza ularni yoki almashtirib berishimiz kerak bo'lgan yoki pulini qaytarib berishimiz kerak bo'lgan. Kimdadir jalba tushmagan, prosta yozishgan. Misol uchun prosta menga qaytarib beringlar yoki pulimni beringlar, bo'ldi, menga hech narsa kerak emas deyilgan. Kimdir ham jalba qilgan, ham pulimni qaytarib beringlar degan. Jalba qilganda, yana bir marta aytaman, qanaqadir shikoyat tushganida shotga sizlarga bir qanaqadir point tushadi. U ham sizlarning o'sha akkauntinglarni performansiga, ya'ni account health'iga ta'sir qiladi. Следующий раздел – это Food and Product Safety Issues. Это те моменты, вот, которые мы говорили. Если вы продаете продукты питания, и за счет после продажи этих продуктов питания, после употребления этих продуктов, человек отравился, или с ним что-то произошло не то, это очень тоже такой вот важный момент. Если попадает жалоба по этому разделу, то Amazon очень тщательно и щепетильно относится к этому. Agar eslasanglar, o'tgan darsimizda biz sizlarga ovqat bilan bog'liq bo'lgan produktlarni maslahatimiz sotmanglar deb gapirganmiz. Bu aynan mana shu joyiga kelib tushgani uchun oziq-ovqat mahsulotlarini sizlar aniqlay olmaysizlar hech qachon. Ya'ni sizlar o'zingizlar borib o'zingizlar sotib olmasanglar, sizlar bilmaysizlar. Misol uchun kimdan sotayotganinglarni ham bilmaysizlar. U sotayotgan odaminglar sizlarga xo'p deb misol uchun yuborishi mumkin, lekin borgandan keyin u boshqa odamni shikastlab qanaqadir kasalligiga olib kelib qo'ysanglar, bundan yomon narsa yo'q. Bu o'zim tarafidan faqat akkauntinglarning yopilishiga, balkim qanaqadir sudgacha olib borishga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun maslahatimizni yana bir marta oziq-ovqat bilan bog'lanmanglar. Bundan ko'rasa bu именно ham jalbadan boshingizlar og'rig'i ham to'xtaydi, ham har xil muammolar bilan ham duch kelmaysizlar. Следующее возможное нарушение – это listing policy violations. Это те случаи, когда мы нарушаем политику листингов. То есть
мы используем какие-то неправильные слова при создании листинга, какие-то фразы, какие-то картинки неправильно используем. И это вот именно тот случай, когда мы можем получить жалобу. Keyingi o'sha ta'sir qiladigan narsalardan bu listingga qoidalari, ya'ni listing yaratayotgandagi bo'ladigan qoidalari deydik. Sizlarga bitta narsa misol aytib beraman. Misol uchun listing, ya'ni kartochkani yaratayotganingizda aytaylik kartochkani nomi yoki informatsiyasiga mendan 10 ta shu tovardan sotib ol, men senga $10 beraman har bittasiga deb yozib qo'ysanglar, bu Amazonning qoidasiga yomon tarafiga ta'sir qiladi. Nimaga? Chunki Amazonning qoidasi bo'yicha sizlar o'zingizlarning listinginglarni aldamchi yo'llar bilan ko'tara olmaysizlar, ko'tarish huquqiga ega emassizlar. Bu noto'g'ri hisoblanadi va bu firibgarlikka kirib qoladi. Следующий раздел – это Restricted Product Policy Violations. Это те случаи, когда листинг продает запрещенные товары. Там оружие, наркотики, вот все, все что подобное, все, что запрещено продавать на Амазоне, это вот именно тот случай. Har bitta mamlakatda mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan aytaylik mahsulotlar bor sotishga. Har bir kishi o'zini sotayotgan mahsulotini qanaqadir sertifikatiga yoki qanaqadir bir ruxsatnomasiga ega bo'lishi kerak. Va uni ustida misol uchun sertifikat yoki ruxsatnoma kerak bo'lmagan narsalar bor. Endi sizlar agar qanaqadir sertifikatga ega bo'lmasdan yoki ruxsatnomangiz bo'lmasdan bu narsani sotishga, Amazonga ko'rsatmasdan aytaylik mumkin bo'lmagan narsalarni sotib qo'yishingiz kerak emas. Agar bunaqani sotib qo'yadigan bo'lsanglar, agar yana bir marta qaytariladigan bo'lsa bu narsa, bu o'zini yo'lida shu account healthga ta'sir qilib va bankga olib kelishi mumkin. Xo'p. Keyingisi это уже у нас Customer Product Review Policy. Это те случаи, когда продукт получает слишком много негативных отзывов от потребителей. И вот здесь уже, допустим, после 100, по-моему, негативных отзывов, здесь появляется именно графа о том, что мы нарушаем политику Amazon. Ya'ni nafaqat bu bundan oldingi mumkin bo'lmagan narsalar haqida emas, misol uchun aytaylik, balkim haqiqatdan ham shu notebookni yuboryapsizlar. Haqiqatdan hamma narsasi o'ziga bog'liq, hamma narsasi zo'r. Lekin nimagadir qatidirda qanaqadir bir muammosi bor. Misol uchun notebookni ochganda ichida bitta dona qanaqadir knopkasi bor, o'sha knopkani nuqul tiqilib qolaveradi. Endi men sizlarga misol uchun bu narsani aytib beraman. Haligi tiqilib qolavergan knopka deb kichkinagina jalabachalar tushaveradi. Bu jalabachalarni unaqa katta ta'siri bo'lmasligi mumkin, chunki bu prosta aytaylik izoh qoldirishyapti. Lekin agar bunaqa izohdan juda ham ko'payib ketadigan bo'lsa, ya'ni 100 tagacha ortib ketadigan bo'lsa, bu o'zini yo'lida yana bankga olib keladi. Ну и в целом другие тоже там other policy violations, это другие все остальное, все, что относится к нарушениям. Прочитать. Да, в целом намного лучше будет, конечно, если мы вам дадим определенный файл с подробным разъяснением, какое нарушение за что отвечает, и вы сможете в свое свободное время еще более подробно изучить всю эту информацию. Hozirgi kunda eng ayni kerak bo'ladigan muammolar, duch keladigan muammolarni immuniy spiskasini hozir sizlarga gapirib o'tdik. Lekin bundan tashqari kichkina muammolar va qolgan qanaqadir duch keladigan muammolarni faylini biz sizlarga immuniy darsimizning pastida tashlab o'tib ketamiz. Sizlar kirib o'zingizlar uchun o'qib bu narsani bilib olganingiz ma'qul. Misol uchun balkim u muammolar sizlarga, misol uchun u qoidalari sizlarga umuman muammosi yo'qdir, u to'g'ri kelardir, lekin baribir ham bir ko'z tashlab bir o'qib chiqqaninglar bu keyinchalik ishingizda yordam berib qolishi mumkin. И тоже важный и чаще всего такой раздел, с которым мы будем сталкиваться, это shipping performance. Сюда входит раздел late shipment rate. Это те случаи, когда мы очень поздно отправляем товар. Если говорить детально, это тот случай, когда мы после определенного дня вносим трекинг информацию. Да.
Yetkazib berish ko'rsatkichlari haqida boshida gapirib o'tdik va yana bir marta to'xtalib o'tamiz bu joy haqida. Yetkazib berish ko'rsatkichlari o'zining ichiga 3 ta ko'rsatkichni oladi. Birinchisi bu juda ham kech yuborilgan mahsulot. Ya'ni sizlar o'zingizlarni trekkingingizga ega bo'lganingizdan keyin u trekkingni Amazon platformasiga kiritib qo'yasizlar. Kiritib qo'yayotgan paytingizda определённый, ya'ni bir aniq bir kun bo'ladi. Mana shu kundan shu kungacha sizlar trekking informatsiya bilan misol uchun Amazonga уже kiritishingiz kerak. Endi o'sha trekking informatsiyani vaqtida kiritmaganingiz uchun late shipment rate tarafidan, ya'ni ayni shu ko'rsatkich tarafidan sizlarga yomon tarafiga shu protsent o'zgaradi. Второй раздел – это pre-fulfillment cancel rate. Что это означает? Это те случаи, когда вы со стороны продавца отменяете заказ покупателя. То есть, когда это может возникнуть. Вам поступил заказ, вы проходите на страницу своего поставщика и понимаете, что у этого поставщика закончился этот товар. В этом случае ни в коем случае нельзя отменять тот заказ, который вам попал. Нужно прям постараться, очень сильно постараться найти идентичный товар с идентичными требованиями и именно отправить его. Нельзя ни в коем случае отменять тот заказ, который вам поступил. Ikkinchi ko'rsatkichi bu pre-fulfillment cancel rate deb nomlanadi. Misol uchun aytaylik, поставщикlar bor. Zakaz tushdi sizlarga. Lekin zakaz tushgandan keyin поставщикlarga qaraganingizda, поставщикlarda tovar qolmagan. Sizlar nima qilasizlar shunaqa payt? Sizlar xayolingizda Amazonga o'tib va shu zakazni atmen qilmoqchi bo'lasizlar. Lekin bu narsa qat'iyan man etiladi. Chunki bu narsa o'zini yo'lida именно mana ayni shu ko'rsatkichga katta yomon tarafiga ta'sir qiladi. Shuning uchun maqsad boshqa поставщик topib, iloji boricha kattaroq qidirib va harakat qilib именно shu tovarni, shu mahsulotni yetkazib berish. Yetkazib bersanglar, bu nabarot yaxshi. Lekin bizning sizlarga maslahatimiz va sizlardan iltimos qilib qolardik, tushgan zakazni hech qachon atmen qilmanglar. Итак, третий раздел – это valid tracking rate. Это те случаи, когда вы неправильно ввели трекинг-информацию, трекинг-номер. Например, не тот трекинг-номер вы ввели, или вы ввели после того, как он уже был доставлен. Поэтому это тоже очень важно, нужно на это обращать внимание и очень точно указывать трекинговую информацию. То есть именно с тем курьером и именно с тем трекинг-номером. Agar eslasanglar, boshida gapirib o'tganimdek, Amazon katta korporatsiya bo'lgani uchun o'zini integratsiyalari bor deb aytdim. Ya'ni bu mana shunaqa logistik va yetkazib berish kompaniyalari bilan birga. Va ular o'zi integratsiya qilganida o'zini tarafidan shu trekking kirgizayotgan trekkingni ular tekshirib tura oladi. Bu narsa juda ham muhim ular uchun, vaqtida yetkazib berish maqsadi. Endi bu narsani tekshirish uchun ular o'sha sizlar bergan tracking numberdan qarab turib, ularni o'zini platformasida tekshirishadi. Lekin agar bu bergan nomeringlar noto'g'ri bo'lib qolsa, sizlar tarafga aytaylik hayfsan tushadi va shu noto'g'ri berilgan informatsiya uchun yana qanaqadir yomon tarafga protsent olib qolishingiz mumkin. Ko'rib o'tayotganingizda har bitta ko'rsatkichchi o'zini aniq target degan joyi bor. Target deganda nimani tushunamiz? Target deganda bo'lib turishi mumkin, ya'ni bo'lib qolishi mumkin bo'lgan har xil hodisalar bor. Bular qo'yib beryapti shu narsaga va aytayaptiki, bo'lishi mumkin, lekin mana misol uchun late shipment rate anaqa 4% dan past bo'lsin deb yozib qo'ygan yoki aytaylik ikkinchisida 2,5% dan past bo'lsin deb yozib qo'ygan yoki uchinchisida 95% dan ko'proq bo'lsin degan. Ya'ni sizlar kirgizayotgan target numberinglar 95% dan ko'prog'i hammasi to'g'ri kirgizilgan bo'lishi kerak deb yozib qo'ygan.
shunga ahamiyat berib o'tishingizni iltimos qilamiz. Bu ham juda katta rol o'ynab qo'yadigan narsa. Да, друзья, хотелось бы отметить то, что в целом весь раздел Account Health, он очень важен. И стоит обратить большое внимание на каждый из этих разделов, на каждый из этих возможных нарушений. И максимально сильно постараться, чтобы не возникало никаких нарушений. Потому что в итоге это все может привести к бану вашего аккаунта. Поэтому это крайне важно. Fotiq aytib o'tganidek, to'ppa-to'g'ri aytyapti. Bu account health'ini juda ham har doim kontrolda ushlab turish kerak va tekshirib turish kerak. Hech qanaqa muammo bo'lishi kerak emas. Lekin bitta yaxshi tarafi ham bor. Aytaylik, qanchalik yomon bo'lsa, shunchalik ko'rayotganinglardek mana o'rtada statusi bor. Ya'ni 200-chi status bo'lib turadi. 200-chi statusdan pastga tushib ketish kerak emas. Lekin qanchalik yaxshi bo'lsa, misol uchun o'sha ko'rsatayotganimizdek 1000 gacha chiqib ketsa, bu sizlarni har taraflama suvdiylarga ta'siri ham bo'ladi. Ya'ni sizlarni mahsulotinglarning sotilishiga ham ta'sir bo'ladi. Qanchalik yaxshi sotilishiga ham Amazon o'zining tarafidan yaxshi sotilgan mahsulotlarni va sotuvchilarni, yaxshi sotayotgan sotuvchilarni qo'llab-quvvatlaydi va shu tarafdan ham yordam berishi ham mumkin. Shunga bizga juda ham muhim, ishimizda muhim rol o'ynaydigan narsa именно mana shu account health va performance. Bugunchalik shu darsimiz yakuniga yetdi. Keyingi darslarimizda ko'rishib qolamiz, xudo xolasa. Va esdan chiqmasin, pastda biz sizlarga polniy hamma informatsiyani berib ketamiz. Qolgan qoidalari bo'yicha iltimos o'qib chiqinglar va ko'rib chiqinglar.